Qariyb dengiz qaroqchilari filmini ko'rganmiz-u ko'pchiligimiz bir haqiqatni bilmaymiz. Filmning bosh qahramonlaridan biri Jek Chittak aslida Buyuk Britaniyalik musulmon dengizchi bo'lgan. Jek Ward 1553-yil Angliyaning Faversham shaharchasida tug'ilgan. Dengiz bo'yida yashaganligi sababli yoshligida baliqchilik bilan shug'ullangan. Ispaniyaning Angliyani bosib olish rejasi samarasiz yakun topganidan so'ng 1588-yildan boshlab Angliya qirolichasi Yelizaveta I ruxsati bilan Ispaniya kemalarini talashda oddiy askar sifatida qatnashgan. 1603-yil qirol James I taxtga chiqqanida Ispaniya bilan urush tugaydi, lekin ko'p dengizchilar qaroqchi sifatida kemalarni talashda davom ettirishadi. Jek ham o'zining 30 nafar sherigi bilan Portsmouth portida kemani egallashadi va o'g'irlashadi. Jekni esa kapitan etib saylashadi. So'ng ular Wait oroliga suzadilar va boshqa Violet nomli kemani qo'lga kiritishadi. Jek bu kemani Kichik Jon deb nomlaydi. Jek bu kemadan Fransiyaga qarashli yirik bir kemani egallashda foydalanadi. Shu tariqa u jangovar kemaga ega bo'ladi. So'ng O'rta Yer dengiziga suzadilar. U yerda Jek 2 yil davomida savdo kemalarini talash bilan shug'ullanadi. 1605-yilda Ingliz va Daniyalik dengizchilar Richard Bishop va Anthony Johnsonlar Jekka qo'shiladilar. Keyingi yili ular Riniera ye Sadarina kemasini qo'lga olishadi. 1607-yili Riniera ye Sadarina kemasi cho'kishni boshlaydi. Jek va yaqin dengizchilari bilan fransuz kemasiga qochib o'tishadi. Ushbu kema Gretsiya yaqinida 250 musulmon va 150 nafar inglizlardan iborat guruh cho'kib ketadi. Keyinchalik boshqa 2 kemasi ham venetsiyaliklar tomonidan egallanadi. 250 nafar musulmonning o'limi o'sha vaqtdagi Tunis hukmdori Usmon Beyni g'azablantiradi. Jek esa bunda uning aybi yo'qligini aytadi. Usmon Bey agar Tunisga kelsa uni o'ldirmaslikka so'z beradi. Jek Ward Tunisga keladi. Uni tunisliklar Jek Asfur, ma'nosi Jek Chittak deb atashgan. 1 yildan so'ng Jek va uning butun jamoasi islomni qabul qilishadi va ismini Yusuf Raisga o'zgartiradi. Jek islomni qabul qilganidan so'ng Andalusdagi mazlum musulmon va yahudiylarni Tunisga tashish bilan shug'ullanadi. Jek Chittak aslida minglab musulmon va yahudiylarni Ispaniyadan qochishlariga yordam bergan buyuk qahramon bo'lgan. Jek Chittak 70 yoshida Tunisda vafot etadi.